Shu kunlarda boku xususiy yoki davlat shifoxonalarining eshigini oldidan o'tib ketaversangiz, kuzatishingiz mumkin. Turna qator navbatni kuzatasiz. Yosh bolalarda shamollab immuniteti tushib, antibiotikka bog'lanib qolgan, asab kasal, qon quyilish kasalliklari qator turibdi. Oxirgi vaqtda pandemiya degan balo chiqdi-ku, o'sha ofatdan keyin do'stlar, tabiiy ofatdan keyin o'sha narsalarmi yo'qmi? Ko'plab insonlarning qoni quyilib qoldi, bo'g'imlarda qon aylanish yaxshi bo'lmay, tuz va yemirilish kasalliklariga duchor bo'ldi. So'nggi kunlarda ham bolalarga tez-tez shamollab antibiotiklarga bog'lamana. Deganda ham antibiotikka yugurib boramiz va immunitetni borgan sari tushiraveramiz. To'g'ri, tuzaladi o'sha vaqtda. Undan keyin 2 barobar kuchliroq yana bemorlashadi, bola ham katta ham. Birodarlar, buni sababi oziqamizda tarkibida mineral moddalar yetishmovchiligida va oldingida aytgan masalan degan vaqtda antibiotikka yugurib borishda. Ana shularni xudo xolasa oyoq bel og'riq, bo'g'im aylanish, bo'g'imda qon aylanishlar buzilib, og'riqlar va tuz kasalliklarida va asab kasalliklarida immunitet tushib ketishda 4 oygacha uzoq bilan общий kompleks davolaydigan tabiiy yechimini o'rgataman. Barcha ziravorchi attorlarda mana bu mahsulotlar bor mana. Qizil jinshin deydi, koreyskiy. Ana bundoq bo'ladi. Bunisi esa oq jinshin mana. Agarda shu narsani asalga qo'shib yoki o'zini iste'mol qilib yursangiz, mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda immunitetni bomba qilib beradi. Qoningizni suyultirib, qon aylanish buzilishi hisobidagi bo'g'im og'riqlari, tuz kasalliklarini davolab, organizmni yengillatib beradi. Og'riqlarni yo'qotib, qon aylanishini dahshat qilib beradi. Va er-xotin o'rtasidagi muammoni mana shunday qilib beradi. Ishonavering. Tabiiy eliksir do'stlar. Agarda video roligimiz yoqsa, bitta like-chani bosib obuna bo'lib qo'ying va xuddi yuqoriga aytgan kasallarimga samolyot chiqarib yuborib qo'ying. Xullas, sog' salomat bo'ling, qo'llashda davom eting. Xayr, o'zingiz va yaqinlaringiz asrang asosiysi.